Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda mana aytib o'tdik. O'limdan boshqa narsaga dori degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Tanani bosh qismidan hijom oldirish hayot uchun juda ham xavfli bo'lishi mumkin deb o'ylaydigan odamlar juda ham adashasizlar. Demak, boshdan hijom olish juda ham kerakli narsa. Buni sababini sizlarga oddiy tilda tushuntiraman. Sabab boshimizda qon aylanadi, boshimizga qon kiradi, lekin boshimizdagi muskullar harakatsiz, nisbatan harakatsiz bo'lganligi uchun qon aylanish boshda pastroq bo'ladi. Birinchi sababi, ikkinchi sababi bo'lsa, boshimiz gravitatsiya jihatdan oladigan bo'lsak, boshimiz tepada bo'lganligi uchun yurak bosimi juda ham kuchli beradi, lekin bosh uzoqda bo'lganligi uchun baribir ham bosim juda ham kam bo'ladi. Shuni hisobiga eng quyuq qonlar boshimizda kapillyar qon tomirlarini chetki devorlarini to'ldirib, shlak qilib, qon tomirida qon aylanishini juda ham sustlashtiradi. Shuni hisobiga davleniya ko'tariladi, bosh og'riydi, quloqda har xil shovqin paydo bo'ladi. Demak, ayrim holatlarda hijomani bu badandan olgandan keyin qon bosimi tushmaydi, bosh og'rig'i kamaymaydi. Sababki boshdagi quyuq qon miqdori juda ham ko'p bo'ladi. Buni hijom qiladigan va hijom olib yuradigan odamlar biladi. Boshdan chiqadigan qon juda ham quyuq, juda ham qop-qora bo'lib chiqadi. Sababi shu boshdagi qon juda ham taksirli, keraksiz qon bo'ladi. Boshdan hijom olish juda ham zarur sizlarga. Boshdan hijom olish haqida fikringizni kommentariyada yozib qoldirasiz. Xavflimi yoki xavfsizmi?